Yodgor o'zbek yozuvchisi G'afur G'ulom qalamiga mansub qissa ilk bor 1936-yili chop etilgan. Yozning qiziq kunlari, egnimda yelvaygagina, ko'ksi ochiq, yoqasiga pilta otgan so'pyakdak, boshimda chust do'ppi, belimda shoxqiyiq, oyog'imda nimposhli xrom etik, uzun tor bog' ko'chalarining birida ketmoqdaman. Zerikuvchi tuproqli ko'cha jimjit, daraxtlarning soyasi o'z atrofidan bir qadam nariga siljimay tik turadi. Baland suqur paxsa devorlar osha ko'cha tomonga shaftoli, olxirot, ba'zan armoqli to'q uzumlar osilib tushgan. Har 15 qadamda ko'chani cho'rt kesib, bir tomondagi qo'rg'onchadan chiqib, ikkinchi tomondagi qo'rg'onchaning paxsasi tagiga kirib ketayotgan ko'priksiz mayda ariqlar uchraydi. Bashi uchmagan tilsiz ko'chadan ketib bormoqdaman. Boradigan yerim hali uzoq. Mayda yalinlar kuylab ko'raman. Biroq ashulaning ayrim bandlari havoning issiqligida erib ketganday afsiz, lazzatsiz. Ko'chaning ikkinchi boshida paranjili bir xotin ko'rindi. U menga qarab keldi. Yuzi ochiq, sachmog'ini dastlab ushlab olgan, go'yo yilpig'ichday tebranib o'ynab keladi. U ro'barasida yigit kelayotganidan hayqamaydi. Lobar beparvo. Men ham jimjit ko'chada yolg'iz bormoqdaman. Bir-ikki og'iz gap bilan tegishmoqchi. Boyatdan buyon bo'lgan zerikuvning hordig'ini chiqarmoqchi bo'laman. Paranjili xotin menga yaqinlashib kelmoqda. Betma-bet yo'liqib o'tishga 10 qadam ham qolmagan. Men undan ko'zimni uzmay bormoqdaman. U ham shunday. Ana uning qip-qizil va kichik lablarida meni haligacha maftun qilgan birinchi yarim tabassumning yovvoyi izlari. O'z poxtachilik bilan kulgusini yashirmoqchi bo'ldi. Lekin labda yashiringan kulgu endi qora ko'zlarini o'ynoqlaydi. Kun issig'idan anor yuzlari bo'rtinib ketgan, baxt yo'llarida oq va keng manglayda marvarid donalaridan mayda ter. Yaqinlashdik. Yana bir sekund men unga, u menga yo'l berdi. Har ikkovimiz o'z yo'limizga ketaveramiz. Yo'q, bu shunday bo'lmasdi. U to'xtadi. Bir nafas mening boshdan oyog'imgacha kuzatib chiqdi. To'xtang, mullaka. Uning ovozi chertilgan jonon kosaday jaranglar edi. Xizmat, jonim. Birovga hech xolis xizmat qilib o'rganganmisiz? Yigit kuchining kuchi halol. Haligacha xolisdan boshqa xizmat qilgan emasmiz. Butun mehnatimiz dalada ketgan. Agar xizmatingizga munosib bo'lsam, ko'zim ustiga. Bo'lmasa, biror ovloqroq joy topingiz, xizmatimni aytaman. Shu ko'chaning sal narirog'ida bo'yra palosiz bir kichik xonaqoh, bir peshayvon ariq o'tgan kichik sahnga ega bir bog' masjid bor edi. Masjid juma kunidan boshqa haftaning 6 kunida ko'chib ketgan hovliday bo'sh bo'lar edi. Oldinma-ketin yakka tabaqa eshigidan kirib